Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlar bilan mana Angus va Simmental buqalarimizni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, video ko'rishdan oldin sizlardan bir iltimos, kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bu mollarimizni 2024-yil olganmiz. 2024-yil may oylaridagi videomiz hozirgi mana shu olingan. Olingandan keyin shu 3 oy 4 oy baqilgandan holati. Ko'rishlar mumkin. Mana jonivorlar bularda qo'yib yorib, qo'rada shunaqa qilib baqilgan, baqqanmiz. Bu jonivorlar shu yozgi kunda shunaqa qilib hali suvlarni qo'yib qo'yardik. Hali suv rosa ko'p ichishardi, endi issiq kunda ham tagini ham yuvib shunaqa qilib qo'yib maqlardik. Mana bu ko'rishlar mumkin. Mana bunisini shu baylab qo'yganmiz. Sababi bu jonivor juda ko'p yeyorardi. Mana sheriklar qaranglar, o'zini boshqa olmay shunaqa ko'p yegan sababli buni baylab turardik. Mana bular jonivorlar o'zi asli olingan vaqti 250 kilo atrofida bo'zaylar edi o'zi. Mana bu Simmental ham, Anguslar ham hammasi shunaqa atrofida. Ikkitasi lekin kattaroq 300 kilo atrofida bo'zaylar edi olingan vaqtda. Bularni shu 1 yil davomida baxtli, 1 yil, 1,5 yilgacha baxtli bo'ladi. Bular yaxshi, Anguslar yemdan qaytmaydi ekan, jonivorlar juda xo'ra bo'lar ekan, yaxshi yeb, yaxshi o'zgarib berdi. O'zi ko'rishlar mumkin, mana kichkinalik paytda ham mana keng polvon bo'zaylar, bo'yinlari, yelka to'shlari, hamma yo'q joyida, orqalari ham 4 son 4 ucha bo'zaylar ekan. Mana bunisi ham ancha yelkalari ochilgan, yolgan keng bo'zak edi, mana ko'rib turibsizlar. Jonivorlar yaxshi natija bo'ldi. Shu olingan vaqtida 250 kilo, shunaqa 300 kilo atrofida edi. Keyin shu 1 yil davomida ular 600 kilo 600 kilo yo'q, 600 kilo emas ekan, 650 kilo atrofida bo'ldi keyin shu 1 yil davomida. 1 yil 13 oy baxtli, shunda 650 kilo atrofida, ozroqdan kelishdi, 640 kilo atrofida qilib, shu 3tasini sotgandik. Keyin ularni yana shu 3tasini olib qo'ygandik. 3tasini, 4tasini olib yana baqib, ularni shu qurbonlikka qadar baqqandik 2025-yilda. Unda bu jonivorlar ancha datil bo'lib, u payt 700 kilo atrofida bo'lib ketdi. Bular shu bitasi go'shini to'ri bo'lagini o'zi 401 kilomi, shu 400 kilo atrofida keldi to'ri bo'lagi. Uni ichidan ham ancha yoq qildi. Mana bu ko'rib turibsizlar, bu jonivorlar shu qishki holati. Bu adashmasam yanvar dekabr yanvar oyidagi holati. Bu paytda ham shu 550 kilo undan ham bosibroq keladigan payt edi. Bu jonivorlar shu yaxshi yeb tursa, o'zi bersa yeyor ekan, ham yegan sari o'zgarar ekan. Mana bunisi Simmentali, hozirgi shu jonivor. Bu Simmentali zo'r o'zgarib, yaxshi o'sa ekan, Angusga qaraganda, lekin shu biroz nima bo'lar ekan? Hali sal nozikroq bo'lar ekan Anguslarga qaraganda. Endi bu shu rossiyskiy Simmental edi, jonivor. Orada sal oyoq og'rib qoldi, keyin sal yeyishdan ham sal to'xtalib qoldi. Buni ko'p dori qilib, darmon qilib baxtli, bu ham yaxshi bo'ldi, lekin shunda ham Anguslar bilan baravar sal ulardan ham dadilroq bo'ldi. Agar bu jonivor yaxshi yeb yana turganda, bu bilmadim shu 1 tonna atrofida ham bo'lib ketarmidi, endi katta bu qo'yib ketardi, har qalay yana ham o'zi 650 kilo shunaqa atrofida bo'lgan, bu ham 640 kilo ham kelgan adashmasam. Bu parg'oda baribir yaxshi ekan, ancha yaxshi natija bo'lar ekan bularda. Bularga asosan shu silyoz, kunjara, kepak, somon, shakaldalar berganmiz. Endi yoshlik kichkina paytida unaqalar oz berganmiz. Katta bo'lgan sari bularga kunjara, kepakni ancha dadil qilib shunaqa qilib berganmiz. Mana bu ko'rib turibsizlar, mana jonivorlar shu 1,5 yil baqilgan holatda jonivor ancha yaxshi o'zgargan bu Angus. Mana shu eng kattasi bo'lib ketdi. Zo'r to'ldi. Bunisi 400 kilo kelgan. Bunisini aniq esimda yo'q. Jonivor rosa zo'r o'zgardi, lekin o'ta chiroyli bo'lib to'lishgan jonivorlar. Endi o'zi Angus baqorish kerak ekan, agar bo'lsa, xudo xolasa Angusda foyda ham, o'zgarish ham yaxshi bo'lar ekan. Shu qirg'iz, jaydar mollardan ko'ra shu Angus, Simmentallar ancha
yaxshi natija bo'lar ekan ularda.